Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz ertalab tongdan foizli bitta uyni obzorga keldik. Ushbu uyimiz 4 qavatli g'ishtli uyning, eski g'ishtli uyning 3-qavatda 3 xonalik uy. Po proyektu ushbu uyimiz 4 xonalik bo'lib, studiya formatda qilingan, 3 xonalik qilingan. Hozirda bizlar mehmonxonamiz ko'rib turganingizdek, remonti sredniy. Bu yerda mebellar bor. Ayrim jihozlar bilan birgalikda uyimiz. Bu tarafda ham kattagina balkonda joyi bor. Ko'rishingiz mumkin. Eshiklarimiz taxtalik eshiklar. Eshikdan kirish qismi kattagina koridor. Bu yerda prixoja, mana bu prixojamiz qoladi, kattagina shkafimiz. Bu yerda yana bitta xona bo'lgan, lekin devorni olib, bu yerni studiya formatda qilingan. Bu yerda o'tirib ovqatlanishingiz mumkin. Bu yer oshxona mebellari qilingan, oshxona qismi. Uyimiz dvухkonturli isitish tizimi bilan isitiladi. Bu yerda esa oshxonamizni o'zi. Oshxonamiz gaz plitasi, vытяжка hamda rakvina barchasi mavjud. Derazalari akvaplast deraza romlardan hamda eshigimiz ikkitalik, ko'rishingiz mumkin. Vходной eshik temirdan, yana bitta eshigimiz taxtadan. Yotoqxonamiz ikki tomonlama bo'lib, yotoqxonamizda ikkita deraza mavjud hamda отоплениялар ham turetskiy отоплениялар qo'yilgan, almashtirilgan, ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin обой qilingan qandillar hamda endi esa sanuzelxonamizni ko'rib o'tamiz. Sanuzelxonamiz savmishon bo'lib, tepadan pastgacha kafeltelgan, vanna, rakvina, unitaz barchasi mavjud. Oshxonamiz ham sanuzelxonamiz ham kattagina, kenggina bo'lib, endi esa 3-xonamiz bolajonlar yotoqxonasini ko'rib o'tamiz. Bolajonlar yotoqxonasi ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda односпальный qo'yilgan hamda bu yerda dars qilish uchun joy. Bu yerda yana balkonchikimiz ham mavjud. Balkon qilingan. Ushbu uyimiz 4 qavatli g'ishtli uyning 3-qavatda joylashgan bo'lib, 3 xonalik, po proyektu 4 xonalik bo'lgan, 135 kvadrat metr tashkil qilgan holda sotilmoqda. Manzil esa Buxoro shahar Terakzor atrofi.